Assalomu alaykum azizlarim. Yo'lda ko'rsatdim. Yo'lda. Короче, bugun 2-iyun 2026-yil. Mana qaranglar. Hano otel bizniki. Museya Hotels Alarami qizim. Nima degan? Ana shunaqa. Yo'l chiqa. Buni qaranglar endi. Shunday qitmir qizam bo'ladi. Короче, mo'rga ketyapmiz. Mana bu nima otel ekan? Короче, mana otellar. Ha qizim. Mama. Bir kunga 1105 marta mamallasa kerak shu bola. Mana azizlarim, mana bu holi narsalar qo'yilmagan 11 dan 4 gacha. Otelda unaqasi nima deydi? Ovqat yegan joyi, короче, polnik deydimi? Mana bu leshaklar voy. Sal qo'lli mana shuni. Mana bular nima qilyapti ekan? Har yil 1-iyunga kelasdik Mo'rega. Lekin to'g'risini aytsam, har yil cho'milib bo'lasdi. Bu yil umuman cho'milib bo'lmaydi, sovuq suv. Водичка очень холодная. Невозможно купаться. Deydi-ku. Diqqat deb bir nima deb yozib qo'yibdi mana. Yarmi peshshang, yarmi toshli unaqa. Plyaj. Tayyorlanib ko'ramiz. Mo'raga kirishga. Qani sovuq emasmi? 2-iyun 2026. Yomon sovuq. Bilmayman odamlar qanday cho'milyapti. Voy. Judayam sovuq lekin mana. Yomon sovuq. Voy. Qizim kirib o'tirma. Yomon sovuq, muzlaysan. Qizim. Alyonishka. Judayam sovuq. Mana ancha qizchadan bilsalar ham bo'ladi. Sovuq emasligini. To'g'risi, lutcha avgustga kelish kerak, avgustga. Qanday qizim? Mazami? Alyonchka. Sovuqmi qizim? Chiq. Ko'rdilaringmi? Ha. Nima ekan? Hech bir bekni chiqarib mana. Burası sovuq. Mana odamlar lekin cho'milyapti. Voy deydi-ku. Mazami kan qizim? Krasnaya rыбка. Qani krasnaya rыбка? Bega yo'q. Turkiyadagi dengizga krasnaya rыбка yo'q qizim. Asalim buzilma. Meni bu qursog'imdan qolgan yodgorimda bu. Shunday otasi yaxshi ko'rasdi buni. Shunday yaxshi ko'rasdi. Voy, yomon sovuq ekan qizim ketdik. Bir yo'qolib olaylik, shedan ketdik, basseynga cho'milamiz. Okey. Basseyni issiq lekin. Bilmayman nimaga Mo'ra sovuq, lekin Ana ho'l bo'ldim qizim. Chunki волна katta edi-da. Может, на русском будете говорить? Потому что волна большая была. Поэтому, Сейчас еще раз. Большая волна. Oh. Bilan ko'tar orqasini. Ana shunaqa izlar. Sal chekkaroqqa. Mazza qilyapsanmi? Ha? Cho'milamizmi yo'qmi bugun? Cho'milamiz. Oh, mazza qilayotganmiz-da cho'milib.
Bugün Çesla neçi? Bugün 2. iyun. Nechinchi yil? 2026. Voy qizim ketdi, qo'shdik. Mo'ridan qochamiz. Uyga qarab. Magazinga. Hotelga qarab. Nimaga? Yurolmaysan. Bunlarni qaranglar, rosa chiroyli. Endi qizimni qaranglar, nimani tayyorlab ketganini. Hali uxlamasdi. Necha pul shtraf qilasiz keyin bizlarni? Mana shu nomerda kaletini tayyorlab ketgan qizim. Mana. Biznikimi bu? Ha, seniki bo'lar ekan, to'g'rimi? Handagi oyoqlaringni qumini yuvib, otelga borasizlar. Qumini yuvib, otelga bormasalaring kirgizmaydi desam-da. Kirgizmaydi otelga deb vahima qilsam-da. Qarchi, oteldan to'baqacha ayni ko'rinib turibdi. 500 metrmi, shunaqa 5 minut peshkomda. 5-6 minut. Ko'ryapsanmi? Otelni oldiga mana bunaqa magazinchalar ko'p to'la. Unchalik arzon deb aytmayman, hamma aytadi. Turkiyaga arzon deydi. Deb umuman arzon emas. Ha. 35 yevro ekan. Ha, mana bular lekin arzon ekan. Giddan olsalaring qimmat qo'lasida 2 barobar. Bu arzon ekan, to'g'risini aytsam. Mana otelimizga yetib keldik. 5 minut deganda. Ha, qizim. Ko'rdim. Imo taksilarni qaranglar. Katta marshrutkali taksilar ham bor ekan desam. Mana shu. Hotel deydimi? Mana shunaqa. Ana shu. Oteldagi ham chiroyli. Mana joyga o'tirib joylari bor. Mana bu yerda Wi-Fi bor, biz platni. Mana bu unaqa. Mana bu zo'r magazin bor. Mana hozir aytgan sizlarga basseyni. Mana hozir aytgan basseyni, lekin hech kim cho'milgan emas. Soat 9:30 atrofida ertalab. Lekin juda ham ana bu iliq mazaq cho'milsa bo'ladi. Короче, 3 ta basseyni bor. 3 ta, bittasi maydacha. Bittasiga soatbay ishlaydi. 10dan 12gacha, 3dan 5gacha shunaqa-yu. Uchib tushasizlar. Gorkasi bor. Charchaganlar mana bitib yotib dam oladi. Mana. Ketdi qizim. Endi borib xonaga kirib yotamiz, cho'zilib. Mana bu kofelar bor. Qizim, ke kofe ichamiz. Rosa shirin, aytaymi, qaysi yaxshi? Mana bu yaxshi. Men cappuccino. 24 saat ishlaydi. 24 saat. O'zing och. Yo'q, to'kyormayman. Ikkita so'sang yetadi, shakar. Mamang ham qo'shib. Davay. O'rgan o'zing qilib, so'ngki qaysini xohlasang bos. Mana shu Давай. Давай капучино. Keyin o'zi bering. Shirin lekin. Ana tarelkadan. Mana bu mayda chashkachasiga ikkita shakar emas, bundaqa qand. Mumkin, lekin qizim 3 ta sovuqda o'zi maza qilib ichadi. To'g'rimi? Mana shu kofe apparatlari, yaxtak suv, kola, sok, hamma narsasi 24 soat ishlaydi.
Ba'zi bir otellada o'ndan o'ngacha, 11dan 11gacha ishlaydi. Asta o'qisam. Bu oteldagi 24 soat ishlaydi. Shunaqa ekan. Bunaqa o'tirib, mazza qilib ichki joylari bor. Stolchalari. Mana shu yerga Wi-Fi bor, besplatni. Bepul Wi-Fi bor, besplatni Wi-Fi. Shunaqa izlarim dedi-ku. Ha, aytmoqchiman, bunaqa to'qib qo'yadi kesalaring. Yo'qolib qolsalaring ham mana shu otelga borishim kerak. Qaysi tarafdan ketadi desalaring, turklar yo'l ko'rsatib yuradi, lekin to'g'risini aytsam, Turkiyani odamlari juda ham mehmondo'st. Hammasi ulitchive. Вообще хороший deydi-ku. To'g'rimi qizim? Oy, o'sholcham o'zimni. Oysholcham shu qizim otasi tirilmaydi. Har yil bir marta ikki marta mo'riga olib kelasizda, shuning uchun otasini o'rnini bildirmay deb postoyanno olib kelaman. Shunaqa. Lekin xo'jayinimiz o'z inson edi.